Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan quyidagi misol yechimini o'rganamiz. Agar deyapti x y ga teng bo'lmasa va quyidagi tengliklar bo'lsa, ya'ni y plus 4 x minus 2 ning qarsi kvadrati, x plus 4 esa y minus 2 ning qarsi kvadrati bo'lsa, x kvadrat plus y kvadrat hisoblang deyilgan. Buni nima qilamiz? Dastlab mana buni ochib yuboramiz. Ya'ni bizda bo'ladi y plus 4 teng x kvadrat minus 4x plus 4. Va buni ham ochib yuboramiz. X plus 4 teng ochadigan bo'lsak y kvadrat minus 4y plus 4 bilasizlar. Xo'sh, mana bu plus 4lar yo'q bo'lib ketadi. Shunda bizda qolyapti, nima qolyapti qaranglar. Tepada shunchaki y teng x kvadrat minus 4x, pastda esa x teng y kvadrat minus 4y. Ikkalasini bitta qo'shib yuborsak, bu yerda nima bo'ladi hozir? X plus y bo'ladi. Bu yerda x kvadrat plus y kvadrat bo'ladi. Bu ikkalasidan minus 4 qo'shiladi. Minus 4 ni chiqarib yuborsak, x plus y bo'ladi o'rtoqlar. Tushunarli? Bu ikkalasi ham ne bo'ladi? Hozir minus 4x minus 4y bo'ladi. Ikkalasi minus 4 chiqarib oladi. Endi buni narigi tarafga olib o'tsak, bu plus bo'lib o'tadi-yu. X plus y dan 4 ta plus bu yoqqa kelyapti. Bu bilan 5 ta bo'ladi. 5 ta x plus y teng x kvadrat plus y kvadratga. Xulosa x kvadrat plus y kvadratimiz 5 ta x plus y ga teng. Demak, bu nimaga teng bo'lar ekan o'rtoqlar? 5 ta x plus y ga teng. Demak, biz hozir x plus y ni qiymatini topishimiz kerak. Endi x plus y ni qiymatini qayerdan topamiz desa, yana mana shu ikkalasini sistemaga o'tkazamiz. Ya'ni qaranglar. Xo'sh, demak x plus 4 teng y minus 2 ni kvadrati hamda y plus 4 teng x minus 2 ni kvadrat. Endi bu sistemani ayirib yuboramiz o'rtoqlar. Ayirsak to'rlar yo'q bo'lib ketadi. Bu x minus y bo'ladi, bilasizlar. Bu yer esa y minus 2 ning kvadrati minus x minus 2 ning kvadrati bo'ladi, bilasizlar. Endi shunda x minus y teng bo'ladi. Bu a kvadrat minus b kvadrat bo'lyapti-ku. A kvadrat minus b kvadrat. Ikkitaga o'yla. Birinchisi y minus 2 plus x minus 2. Ya'ni a plus b bo'lyapti. Keyingisi y minus 2 minus x minus 2 bo'lishi kerak. Shunda mana minus plus bo'lib qoladi. Tushunarli bo'ldi hammaga? A plus b, a minus b. Mana bu minusni hisobiga mana x minus 2 dan minus 2 ni oldi, plus bo'lib ketdi. Shunda ikkilar nima qiladi? Plus minus bo'lgani uchun yo'q bo'lib ketadi. X minus y teng bo'lyapti. Bu yoqda x plus y bor va minus 2 ga minus 2 qo'shiladi. Minus 4 bor. Ko'paytirilgan. Mana bu yerdan bitta minus ishorani chiqarib yuborsak, qaranglar, x ta oldi musbat bo'ladi, y ta oldi manfiy bo'ladi, x minus y bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Demak, bu x ta oldi musbat, y ta oldi manfiy bo'ladi. Minus chiqarsak. Endi qaranglar, yaxshilab diqqat qilasizlar. X minus y bilan x minus y nima qiladi? Qisqarib ketadi. Mana minus 1 ham bo'lishi o'tdi deylik. Minus 1 teng x plus y minus 4 ga. Tushunarli bo'ldi hammaga? 4 ikkinchi tarafga plus bo'lib o'tadigan bo'lsa, o'rtoqlar, x plus y imiz teng bo'ladi. 4 dan 1 ayriladi. 3 qoladi. Ya'ni x plus y imiz 3 ga teng ekan. Shunda bizda 5 ko'paytirib x plus y 4 ning 3 qo'yadigan bo'lsak, 15. Demak, x kvadrat plus y kvadrat 15 ga teng. Xo'sh, birinchi o'rinda qas kvadratlarni ochdik. Mana ochganimiz. To'rlar yo'q bo'lib ketdi. Bitta qo'shib yubordik. X plus y bo'ldi. X kvadrat plus y kvadrat bo'ldi. Minus 4x plus y bo'ldi. Bu tarafga plus bo'lsa 5 ta bo'ldi bu bilan. Demak, bu 5x plus y ga teng. Keyin ikkalasini ayirib yubordik. X minus y bo'ldi. A kvadrat minus b kvadratga tushdi. O'sha joyni x minus y lar qisqardi. Minus 1 bu tomonga o'tdi. Minus 1 bo'ldi. Bo'lishib o'tyapti. 4 plus o'tdi, 3 qoldi. Demak, 3 topga qo'ydik. 15 bo'ldi. Tushunarli bo'lgan o'tamiz. E'tiboringiz uchun